Ko'rib turganingizdek bu skin hech qayerda mavjud emas. Men bu skinni o'zim yaratganman. Lekin qanday qilib? Hozir shu videoga shunga javob kiritamiz. Buning uchun sizlar Play Marketga kirasizlar va bu yerdan qidiruv bo'limiga bosib, qidiruvga bosasizlar. Keyin bu yoqqa yozasizlar. Minecraft skin painting. Qarasizlarki, sizlarda mana bu ilova chiqadi. Anaqasi chiqsa ham mumkin, bunaqasi ham farqi yo'q, lekin men bunaqasini o'rganganman. Bunisini o'tkazmayman, men bilmayman bunaqa qilish mumkinligini, men buni o'zim o'ylab topganman do'stlar. Hop, mana shunga bosasizlar. Men o'tkazasizlar. Men o'tkazib bo'lganman, shuning uchun prosta kiraman. Ketdi. Hozir do'stlar. Keyin men shu ilovamga kirib olaman. Qani edi? Mana. Ya do'stlar. Hozir sizlarga chiqib ko'rsatdik. Yes. Sizlarda ham xuddi shunaqa oyna ochiladi. Sizlar bu yoqdan skinni bosasizlar. Empty degani bo'sh degani do'stlar skin. Bo'sh skin xohlaysizlarmi yo'q shu Herobrine skindan bo'yab ustidan bo'yaysizlar. Agar bo'sh yoqib qo'ysanglar bo'sh bo'ladi. Agar shuni hech narsani bosmasdan xullas tanlaysizlar. Bunda bo'sh bo'lsinmi, shuni ustiga chizasizlarmi yoki oddiy Herobrine anaqasi bo'ladi, skini bo'ladi, shuni ustiga chizasizlar. Men Herobrine skinni ustiga chizmoqchiman, shuning uchun OK'ga bosaman. Keyin sizlarni reklamaga otvoradi. Вау, как ты так классно поёшь. Я не всегда так пел. А где? Va tugadi. Do'stlar, shu payt sizlarni reklamaga ortib olgandan keyin hammaga mana shunaqa joyga olib keladi. Lekin bu hammada ham bo'lmaydi do'stlar. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Yana bitta ilovani o'tkazishimiz kerak. Bo'lmasa sizlarda bunaqa joy chiqmaydi. Hozir ko'rsataman. Sizlar xuddi shunday Play Market kirganingizdan keyin qidiruv bo'limidan yozib men painting o'chirib tashlasanglar bo'ldi. Minecraft skin bo'ldi mana. Keyin sizlarda mana bunaqa chiqadi. Agar sizlarda ruscha bo'lsa telefoningizda Mir Skinov shunaqa bo'ladi. Esimda emas do'stlar xullas. Agar o'zbekcha yoki inglizcha bo'lsa World of Skins bo'ladi. World of Skins o'tkazib olasizlar. Va men o'tkazib bo'lganman. Men yangilashga vaqtim yo'q, hali yangilab olaman. Yangilashim shart emas hozir. Shuning uchun men bo'ldi. Sizlar o'tkazibdinglarmi? Bo'ldi. Yangi versiyasi chiqqan bo'ladi. Hop, keyin sizlar chiqib ketasizlar va o'sha birinchi o'tkazgan ilovamizga kirasizlar. Va hozir do'stlar. Qaranglar, shu yoqdan yana Steve Skin va okey. Endi sizlarni unaqa ortib yuboradi. Yana reklama do'stlar. Keyin reklamadan keyin close bosib olasizlar. X'ni turib, keyin mana bu narsani ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Mana bu narsani shuni bu yoqqa ursanglar, bu yoqqa uriladi, bu yoqqa ursanglar, bu yoqqa uriladi. Mana bu yoqda, mana bu yoqqa qaranglar. Mana bu narsani bossanglar, bunda bo'ladi. Ko'rinadi nima qilganingni. Misol uchun mana bu rang tanlaysizlar. Mana bu rang tanlaysizlar. Va nasira ham. Mana bu rang tanlaysizlar. Mana bularga tegmanglar, mana bularga shart emas ular. Agar qora rang kerak bo'lsa, mana 3-qatorda mana buni olasizlar. Hop, men o'zimiz skinimni shunaqa ko'kdan yaratganman. Misol uchun tanlaysizlar, yurozib. Misol uchun mana yashil deylik. Ukamniki yashil. Lekin skinni ko'rinmayapti nimagadir do'stlar, bilmayman. Mana bo'yab tashlayverasizlar. Qarasanglar, mana ko'rasizlarmi? Ko'rinib turibdi skin. Kallasini bo'yab tashladim-ku. Keyin buni qanday nima qayog'ini bo'yash bilamiz desanglar, kamerani yozib bo'lmayapti. Mana bosasizlar. Keyin sizlarda mana bunga tegmaydi do'stlar. Mana shu yerda kalla turgan bo'ladi. Sizlar qorniga bossanglar, qornini bosasizlar, keyin OK'ga bosib olasizlar.
Keyin sizlarda mana shunaqa qorni chiqadi. Sizlar misol uchun qo'lni qilmoqchisizlar. Qo'l ikkalari ham bir xil rang bo'lishi kerak. Buning uchun sizlar bitta rangda bu yog'ini bo'yaysizlar, keyin ikkinchi tomonni ham xuddi shunday qilish kerak. Bunaqaga bizga vaqt yo'q. Shunda nima qilamiz? Buning uchun biz bitta любой tomonni tanlaysizlar, o'ng chap farqi yo'q. Ikkalasi qo'li bir xil bo'lishi uchun любой bitta o'ng chap tanlaysizlar. Keyin mana bu narsani ko'rasizlar. Narsani ko'rasizlar, shunda bitta bossanglar, ikkala qo'li bir xil bo'lib qoladi. Shu payt sizlar har skininglar tayyor bo'lmagan bo'lsa, shunaqa narsalar chiqib qoladi. Shunda sizlar cancel'ni bosib olasizlar. Hop. Keyin mana bu narsani bosdinglar. To'g'rimi? Mana shuni bosdinglar. Endi ikkala bitta yog'ini qaranglar mana. Nima bo'ldi? Qaranglar. Qo'llari top-toza. Yo'q. To'xtanglar. Mana bu yoq top-toza, tegi. Ikkalasini qo'li tegi top-toza. Endi bu yoqqa bitta chizsam, misol uchun bitta chizib, endi ikkalasida paydo bo'ladi. Ko'rdinglarmi do'stlar? Oyoqlarda ham xuddi shunda. Bitta любой tomonni tanlaysizlar, buni bosib qo'yasizlar, bir xil. Mana ko'rsataman, mana. Qayoqda edi u? To'xtanglar do'stlar, ko'rinmayapti hozir. Oldinroqga qo'ying. Bilmadim nima bo'ldi. Mana ko'rinib ketdi. Qotib qoldi. Ana. Ko'rdinglarmi do'stlar? Ko'rasizlarmi bu yoqda ham shunaqa. Mana bu yoqqa tegmaysizlar do'stlar. Hop, shunaqa qilib skininglarni yaratasizlar. Las ketdim men yarataman skin. Video pauza bo'lmasin-a do'stlar. Sizlar ham qanaqa skin yaratganimni ko'rasizlar. Biz qarab turinglar, boshlaymiz. Men bitta rang tanlayman, keyin bu yoqdan ko'kka qilaman. Ko'kdan bo'lsa basharasini bo'yab tashlayman. Bunaqa qilmaganman, просто shundan qo'yaman. Keyin bu yo'llarni bo'yaymiz. Komko skin bo'ladi. Xullas do'stlar, muhim emas. Muhimi shuki, muhim. Sizlar men skinimni yaratguncha ko'p vaqtim ketib qoladi. Shart emas. Do'stlar aytgansizlar, o'chirishni o'rgatmadim-ku. Mana men bossanglar o'chadi. Oxiriga qilganinglar o'chib ketaveradi. Keyin skininglar tayyor bo'lgan bo'lsa, mana bu narsaga bosasizlar. Ko'rsatib o'tdim. Kanimda. Hop. Mana men oldin qilganman 4-may soat 9:51 2025-yil. Hop. Mana shu hozir qaranglar nima bo'ladi keyin. Mana bu yoq enter name ga bosasizlar, qilgan skininglar chiqadi. Shu yoq mana. Orqasini men qilmadim, shunga orqasi chiqmayapti. Mana bu yoqda enter name turadi. Sizlar YouTube kanali ochasizlar, o'shanga skin yaratasizlar. Farqi YouTube kanali ochish ham shart emas. Hop, o'sha skin odamlarning nomi nima bo'ladi? Nimaligini kiritasizlar. Meniki bo'lsa bilasizlar nimaligini. Tiger MC. Keyin men tayyor tugmasini bosasizlar. Men bosmayman chunki bosar ekanman sizlarni. Keyin tayyor tugmasini bitta bossanglar, Tiger sal o'zgartiraylik. MM qilib qo'yamiz. Tayyor tugmasini bosasizlar. Keyin mana bu yerdan save bosasizlar tugmasini. Keyin Brawl Stars va keyin kutib turasizlar. Reklama tugashi. Hop, kutamiz yana do'stlar. Yana endi yardım bo'ldi. Ana X chiqib o'tdi. Chiqmay bosmayapti. Mayli kutamiz. Qo'shiqchasi ham zo'r ekan, lekin Download 120 FPS speed up now for free. 45 yildan so'ng reklama ham tugadi. Endi X bosamiz. Endi sizlarda mana shu nimalar tayyor bo'lgan bo'ladi. Chiqib ketdim.
Mana narsalar tayyor bo'lgan bo'ladi. Mana o'sha skinim. Hop, keyin men pastga qarab turgan tugmani bosasizlar. Keyin shu yerdan do'stlar install tugmasini bosasizlar do'stlar. Skins building bo'ladi. Mana qaysi Minecraft qo'ymoqchilar? Men oldin mana Minecraftni o'ynaganman. Minecraft klon versiyalarini hozir bo'lsa haqiqiy Minecraft o'ynayman. Shu Minecraftlarning ustiga bosasizlar do'stlar. Keyin turasizlar Minecraftga kirishini. Odatiy hol Minecraftdan sekin kiradigan. Nima bo'ldi? Reklama. Mayli, xullas. Import started. Mana skin joy import bilan degan. Mana skinim. Qanday qilib buni chiqamiz? Dissing room. Kutib turamiz. Bilmayman, nimaga shunaqa bo'lib qoldi. Kutish kerak. Hop. Sizlar shunaqa skinli joy kirasizlar. Skinni almashtiradigan joylarga oldingi skinlarni. Крутит головой, залетает в топ. А теперь Do'stlar, qayerdan chiqyapti bu ovoz? Internetni o'chirib qo'yamiz menimcha. Mana bu yoqqa kirasizlar. Shu yoqqa kirgan, mana qarang, mana joyiga bosasizlar. Mana ko'rasizlarmi? Kiyim vishilga turgan joyiga bosasizlar. Keyin pastroqqa tushsanglar, mana. Pastda eng oxiriga qo'ygan skininglar turgan bo'ladi. Mana o'sha skin. Shuni qo'yib bitta bosasizlar. Chiqib ketsanglar, mana o'sha skin turibdi. Do'stlar, keyin men nimagadir tushunmadim. Qaranglar. Sizlarda bunaqa Tiger MC bo'lmaydi. Hop, Tiger MC emas, boshqacha bo'lar ekan. O'zingizlar kiritaverasizlar. Ham настройка bo'limiga kirasizlar, isminglarni o'zgartira olasizlar. Misol uchun nima ism qo'ymoqchilar o'zingizlarga? Pastroqqa tushasizlar. Qaniydi mana odam turibdi, odam. Account bo'limiga kirib, name turgan bo'ladi. Name Tiger MC, meniki Tiger. Sizlar nickinglarni yozib qo'yasizlar. Mana narsani bosib qo'ysanglar, mana narsani. Keyin Mavitbek mana. Chiqib ketsanglar bo'ldi. Xullas, do'stlar. Tushundinglar-ku. Mayli. Xullas do'stlar, sizlarga skilllarni qanday qo'yishni ham o'rgatdim. Hop, albatta bu nimagadir men ukam bilan o'ylanib o'ynasam, ukamni ham xuddi shunaqa skin qildi, faqat yashil, ko'k o'rniga yashil qildi. Nimagadir menga u skin ko'rinmadi, uni skini menga ko'rinmadi. Bir-birimiz faqat o'zimizgina ko'ra olarkanmiz. Bilmadim, bu bitta menda emas, qolganlarda ham bo'lishi mumkin, lekin bir xillarda o'xshaydi bu narsa. Menda o'xshamadi. Xullas, bo'ldi. Menimcha bu darsligimiz yoqdi sizlarga. Darslik qildim bu videoyimni. Vijvayniy quruvchilar jangi emas, darslik qildim. Ko'rib turibsizlar, o'zingizlar ham darslik qilganimni. Hop, xullas, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar kanalga. Hammaga xayr.